zavodga ishga kirganimdan so'ng hayotim juda o'zgardi. O'sha paytda karantin edi. Karantinda bizni opshtaga joylashtirdi. Qizlarni ham yigitlar opshtada yotardi. O'zi zavodda 6 tagina qiz ishlardi. 6 ta qiz bitta xonada yotar edik o'sha vaqtda. Karantinda ko'chaga chiqarmas edi, zavodning ichidan axlatni chiqarmas edi. Chiqarsa faqat ruxsatnoma bilan chiqarar edi karantin paytida. Kuxnyada 4 ta kishi ishlardik, 3 ta o'zbek, bitta tojik qiz. Tojik qiz o'zbekchani bilmas edi, unchalik gapira olmas edi, lekin tushunardi. Biz u yerda faqat pastalarni yuvardik. Zagodovkalarni qilib berardik. 4 talamiz navbat pasta yuvardik. Shu pasta yuvganda faqat qo'llarimga meni allergiya chiqqan qo'llarim, ikkita qo'lim yara bo'lib ketgan. Bunday qatlanib ham bo'lmas edi. Suvga kirsa javullab og'rib ketardi. Armiyanka boshlig'imiz juda zo'r ayyor edi. Menga doktor gaplashib bergan edi. Qanday borib kelishimgacha, nima deb tushuntirishimgacha yozib bergan edi. Men ruschani bilmaganman. Moskva borganimda armiyanka 15 yil ishlagan u o'zbeklar bilan. Men borganimda u menga o'zbekcha o'rgat, men senga ruscha o'rgataman degan. O'sha yerga borib ozgina rus tilini o'rganganman birinchi marta borganimda.